Yo'lbarslar deyishadi. Chinorlar deyilishiga sabab Farg'onada juda ham chinorlar ko'p, ayniqsa oldin juda ham ko'p edi. Hozir ham yanada o'sha shahar chiroy ochib boryapti. Mutlaqo yangi loyihalar amalga oshirilyapti. Jarima ishlatishga uzatma zarba va gol! Hisob ochilmoqda. Peritsa yana gol kirityapti. Bruno Alnevchi oldinda esa hisobni ochuvchi golga mualliflik qilyapti. Mana ko'raylik takroran. Offside borasida gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ortdan chiqib keldi Peritsa va aniq zarba yo'lladi. Uzatma muallifi Izzatullo Po'latov. Izzatullo Po'latov o'z nomiga